Burgutlar 10.000 dinar ekan. Ya'ni bizni pulga 950.000 so'm. Bir dinari 9,5 so'mdan hisoblanadi. Hatto 1 million ham emasda. Agar O'zbekistonda bo'lganda, uni oyog'i bilan bosib olgan go'shtni ko'ryapsizlarmi? Bosib olib yeyapti go'shtni. Mana narxi $1100 ekan, dollarda. Bu Toshkent hayvonot bog'ida bor bular. Bizda O'zbekistonda mana bu seriyalar turibdi-ku mana. O'shalari $1,5-2,000 turibdi Yangiobodda. Endi buni gapirmasa ham bo'laveradi. $500 ekan bunisi mana. Arzon, anchagina arzon. 3-4 barobar arzon. Bitta sayra ber deydi-ku. Mixanzinni sarguzashtlar degan multfilmda. Bu yerda echki ham bor ekan mana. Echki tirikchilik bilan band. Mana bu yerda esa mana yana bir O'zbekistonga xos bo'lmagan g'alati qushlar. Mana bu kabutarlar tuxum qo'yish bilan band. Mana ikkita. Lochinlar mana. Yirtqichlar pavilyoni. Hozir hammasi yopilgan. Yirtqichlar pavilyoni. Lekin kaptarda ham xilidan ekanda mana. Kaptarda ham har xilidan ekan. Mana tepadagi ham parudasini qarang. Kattaligini qarang, xuddi tovuqchalik keladi, uni kattasi. To'g'ri qarang. Paxmoq mushukchiga o'xshaydi. Pastda esa oq kakliklar. Bu yerda o'zimiz oddiy kakliklardan. Ichkari kaptarzor. O, mana kaptarlar qarang. Qarvidiyasi rosa chiroyli ekan. Chiroyli kaptarlar ekan. Mana kaptarlar qarang. O'zbekistonda yo'q menimcha bunaqasi. O'zi вообще-то bu kaptarmi? Oldirog'iga bor edi. Mana don beryapti ana. Xuddi kaptarga ham o'xshamaydi, lekin rosa chiroyli qush ekan.